Nexus avtomatını chiroyli svetinden ko'rsatib o'tamiz sizlarga do'stlar. Kamyob svetinden desek ham bo'ladi, yana 2020-yil. Avtomat korobka mashinamiz benzinda 64 ming kilometr yurgan, yumshoq polga qo'yilgan toza 4 tona. Ishlari do'shalgan. Chexoli polikan marshasi bor. Avtomat korobka in full varianti avtomatda. 64 ming yurgan. Salonlar ham toza o'tdi. Galabaydagi cho'rbalar orasida. 2020 yil mashinamiz. 2-oktyabrda olingan ekan. 2020 yil. Zapaska bo'lganlar egali. Yer ochmay. Qiziquvchilar bo'lsa-yana Galabaydagi cho'rbalar orasida chiroyli svetinden Nexia 3 avtomat. Kraskasi inosh krenlar kraskasi bor ekan. Görüş Polaris sanoqchilarzda 115 million so'm bahosi, 22 million so'm bilan avtokreditasi qarib beramiz. Plus notariskiy klasslar 3 million so'mdan 5 yil oylik to'lov. Kelib olarsiz sana.